Tasavvur qiling, Dark Souls faqat revolverlar bilan. Bu Guns of Eschaton, yovvoyi g'arb uslubidagi shooter. Bu yerda siz oddiy western, maxluqlar, mistika va apokalipsis aralashib ketgan dunyoda o'ynaysiz. O'yinda turli xil qurollardan otish, g'ayrioddiy qobiliyatlarni qo'llash, personajni kuchaytirish va o'z jang uslubingizni yaratishingiz mumkin. Lekin o'qlaringizni aql bilan ishlatishingiz kerak bo'ladi, chunki otishmadan ko'ra qaysi payt hujum qilish, dushmanni chalg'itish va aniq reja asosida harakat qilish muhimroq hisoblanadi. O'yin janri Souls-like FPS, ya'ni Dark Souls elementlariga ega FPS shooteri. Alohida qiziq jihati shundaki, o'yinning vizual uslubi ustida Viktor Antonov ishlagan. U Half-Life 2 va Dishonored o'yinlari orqali tanilgan. Aynan shuning uchun ham Guns of Eschaton dunyosi shunday qorong'u, vahimali va o'ziga xos muhitga ega. O'yinni bir o'zingiz yoki do'stlaringiz bilan birga kooperativ rejimda o'ynashingiz mumkin. Qisqacha aytganda, Guns of Eschaton bu yovvoyi g'arbni haqiqiy jahannamga aylantirgan qorong'u kovboy shooteri. Siz bu o'yinni o'ynagan bo'larmidingiz? Javobingizni albatta izohlarda yozib keting.